Nega bolani oldirmoqchisizlar? Ahvolimiz sal og'irroq. Ahvol og'ir sizlarda. Bola nega o'lish kerak? Biz talabamiz. Uni boqishga, katta qilishga pulimiz ham yo'q. Undan tashqari unga oddiy koleska ham olib bera olmaymiz. Bilasizlarmi nima? Yaratgan farzand berdimi? Demak, rizqini ham o'zi beradi. Bu sizga. Bu esa sizga. Cho'qi kremdan ko'proq yeng kuyov bola. Bolalarni ko'proq sevishni o'rganasiz. Pulga keladigan bo'lsak. Mashina olinglar. Bu bolani xarajatlariga umuman 3-4 yosh bo'lguncha ham yetadi. Farzand yaratgan bergan mo'jiza. Undan voz kechib bo'lmaydi. Yangi yilinglar bilan. Rahmat. O'rtoq, qaraman senga yangi mashina topib qo'ydim. Zo'rg'a 8 mingga ko'ndirdim. Hali top-toza. Amani pulim yo'q. Jinnimisan? O'zing menga topib berding-ku. Qani shuncha yiqqan puling? Ishlatib vordim. Yurur bo'lmasa shunaqa chirigan mashinada. O'lib ketasan, yaxshi mashina hayda olmay. Amayli, men o'lib ketsam ham. Qolganlar o'lmaydi-yu zato. Assalomu alaykum Doston Rustamovich. Kechirasiz. Sizni tanimadim. Bu sizga. Ko'proq cho'ka krem yesiz, bolalarni yana ham yaxshi ko'rishni o'rganasiz. Hali ham o'sha eski mashinangizda yuribsizmi? Endi Bu sizga. Yangi yilingiz bilan ota-onalarimiz nomidan qabul qiling. Agar siz bo'lmaganingizda men tug'ilmagan bo'lardim. Balki doktor bo'lishga harakat ham qilmagan bo'lardim. Men tikuvchi bo'lishga harakat qilmagan bo'lardim. Men esa qo'shiqchi bo'lishga, Men esa jurnalist bo'lishga, men esa hamshira bo'lishga, men sportchi bo'lishga. biz shunchaki tug'ilmagan bo'lardik. Yangi yilingiz bilan bayraminglar bilan. Mani bolalarim. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor.